Assalomu alaykum. Xabarlar.uz kanali o'z ishini boshladi. Agar kanalda birinchi bo'lsangiz, like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Bugun dasturimizda tezkor xabar: Makkada kuchli suv toshqini kuzatilmoqda. Tojik-qirg'iz mojarosi. Chegaraga harbiy texnikalar yuborildi. Shavkat Mirziyoyev Turkmanboshi ruhi masjidida va o'zbek do'ppisida. Tojik-qirg'iz mojarosi. Yaralangan va qurbonlar soni qanchaga yetganligi ma'lum qilindi. Turkiya O'zbekistondagi 4000 dan ziyod muhtoj oilalarga gumanitar yordam ko'rsatdi. Xitoy prezidenti Si Szinpin O'zbekistonga keladi. Arqadah iftorlik dasturxoni yozdi. Unda Mirziyoyev ham qatnashdi. Sadir Japarov qirg'izistonliklarga murojaat qildi. Endi esa batafsil. Saudiya Arabistoni so'nggi yillar ichidagi eng yirik suv toshqinini boshdan kechirmoqda. Bu holatga bir haftadan beri tinmay yog'ayotgan jala sabab bo'lgan. Bundan tashqari Makka shahriga yirik do'l ham yoqqan. Suv toshqini oqibatida mamlakatning janubiy qismi, shuningdek Makka shahri jabr ko'rgan. Shahar ko'chalari daryoga aylangan. Kuchli suv oqimi mashinalarni yuvib ketmoqda. Mamlakat hukumati Makka, Madina, Al-Basi, Jazan va Nayran shaharlarida yashovchi aholi vakillarini kuchli jala hali beri tinmasligidan ogohlantirmoqda. Tojik-qirg'iz mojarosi. Chegaraga harbiy texnikalar yuborildi. Qirg'iziston Tojikiston bilan qurolli to'qnashuvlar boshlangan chegara hududiga qo'shimcha harbiy bo'linmalarni yuboryapti. Ijtimoiy tarmoqlarda chegaraga yaqin yo'llarda BTR va tanklar harakatlanayotgani aks etgan videolar tarqalmoqda. Har ikki tomon hujumni qarshi tomon boshlaganligini iddao qilmoqda. Qirg'iziston tomoni to'qnashuvlarda hozirgacha 17 kishi jarohatlanib, 1 kishi halok bo'lganligini ma'lum qildi. Tojikiston tomoni 7 kishi yaralanganligini ma'lum qildi. Shavkat Mirziyoyev Turkmanboshi ruhi masjidida va o'zbek do'ppisida. O'zbekiston va Turkmaniston prezidentlari ikki mamlakat muftiylari bilan birgalikda Turkmanboshi ruhi masjidiga tashrif buyurdilar. Masjidda birodar xalqlarni bog'lab turgan muqaddas islom dini arkonlariga muvofiq Qur'on tilovat qilinib, Turkmaniston yetakchisining marhum otasi Malikguli Berdimuhammedov haqqiga duo qilingan. E'tiborli jihati shundaki, o'tgan 5 yilga yaqin muddat ichida Prezident Shavkat Mirziyoyev ilk bor o'zbek do'ppisida namoyon bo'lmoqda. Tojik-qirg'iz mojarosi. Yaralangan va qurbonlar soni qanchaga yetganligi ochiqlandi. Xabaringiz bor, so'nggi paytlarda Qirg'iziston va Tojikiston chegara hududida keskinlik paydo bo'ldi. Keyinchalik bu mojaro aholi o'rtasidagi toshbo'rondan ikki mamlakat harbiylarining to'qnashuviga ulanib ketdi. Hozirda vaziyat rasmiylar tomonidan nazoratga olindi. Qirg'iziston va Tojikiston tashqi ishlar vazirlari o'q uzishni to'xtatish bo'yicha kelishuvga erishdi. Qirg'iziston tomonidan. Biroq yuqorida qayd etilganidek, vaziyatga harbiylarning aralashuvi ushbu mojaroda qon to'kilishiga olib keldi. Oqibatda Qirg'iziston tomonidan 46 kishi jabrlandi. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash va ijtimoiy rivojlanish vazirligiga ko'ra, hodisa oqibatida yaralanganlardan biri ambulatoriya sharoitida davolanmoqda, yana biri vafot etgan. Yaralangan va tanasining turli qismlaridan shikastlangan jabrdiydalarning qolgan qismi Botken viloyati sog'liqni saqlash tashkilotlariga yotqizilgan. Ushbu to'qnashuv oqibatida Tojikistonning Isfara shahri hokimi Bahouddin Bahodirzoda yelkasidan yaralangan. Uning ahvoli barqaror deb baholanmoqda. Xavotirga o'rin yo'q, deyilgan xabarda. Isfara shahar hokimligi ma'muriyatiga ko'ra, tojik tomonidan 31 kishi yaralangan va 3 kishi halok bo'lgan. Sadir Japarov qirg'izistonliklarga murojaat qildi. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov qirg'izistonliklarni xotirjam bo'lishga, provokatsiyalarga berilmaslik va dushmanlikni qo'zg'atmaslikka chaqirdi. Biz tojik birodarlar bilan doimo tilni topamiz va barcha masalalarni faqat qadimiy zaminimizdagi yaxshi qo'shnichilik manfaatlari va totuvlikni hisobga olgan holda hal qilamiz. Biz uchun mojarolarni ichkaridan qo'zg'ashga urinayotganlar xavflidir, deya ta'kidladi prezident. Arqadah iftorlik dasturxoni yozdi. Unda Shavkat Mirziyoyev ham qatnashdi.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Turkmaniston Prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov Turkmanboshi ruhi majmuasiga tashrif buyurdi. Turkmanistonning birinchi prezidenti Saparmurat Niyazov maqbarasi ziyorat etildi. O'tganlar haqqiga Qur'on suralari tilovat qilindi. Majmua yaqinida Turkmaniston prezidentining otasi Malikguli Berdimuhamedov xotirasiga bag'ishlab iftor dasturxoni yozildi. Tadbirda ikki mamlakat muftiylari va ulamolar ishtirok etdi. Davlat rahbari so'zining avvalida Malikguli otaning vafoti munosabati bilan O'zbekiston xalqi nomidan chuqur ta'ziya izhor qildi. Marhumning ibratli hayoti, samarali faoliyati, savobli ishlari yodga olindi. O'zbek va turkman xalqlari qadimdan bir-biriga yelkadoshi bo'lib, do'st va birodar bo'lib yashab kelmoqda. Buyuk mutafakkir Maxtumqulining Firog'iyning ikki ko'zi bor, biri turkman bo'lsa, biri o'zbegim degan o'lmas satrlari ham buni tasdiqlaydi. Bugungi xotira marosimi ham ana shu azaliy qardoshlik va birodarligimizning yana bir amaliy namoyonidir, deya ta'kidlagan Shavkat Mirziyoyev. Ro'zadorlar Alloh taolodan dunyoga tinchlik, salomatlik, xalqlarimizning do'stligi va qardoshligi mustahkam bo'lishini tilab duo qilishdi. Shu bilan Prezident Shavkat Mirziyoyevning amaliy tashrifi yakunlandi. Davlat rahbarini Ashxobod xalqaro aeroportida Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov kuzatib qo'ydi. Si Szinpin O'zbekistonga keladi. Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpinning O'zbekistonga tashrif buyurishi kutilmoqda. Bu haqda O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati e'lon qilgan xabarda aytilgan. Unga ko'ra, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin bilan telefon orqali muloqoti chog'ida oliy darajali tadbirlarga ham to'xtab o'tilgan. Yetakchilar Xitoy Xalq Respublikasi raisining O'zbekiston Respublikasiga tashrifiga keng ko'lamli hamkorlikni rivojlantirish, ko'p asrlik mustahkam do'stlik rishtalari va har tomonlama strategik sheriklik munosabatlarini mustahkamlashda muhim tarixiy ahamiyat kasb etadigan voqea sifatida puxta tayyorgarlik ko'rish muhim ekanini qayd etgan. Suhbat chog'ida shuningdek xalqaro va mintaqaviy ahamiyatga molik masalalar, shu jumladan Xitoy Markaziy Osiyo formatidagi hamkorlik yuzasidan ham fikr almashildi. Turkiya O'zbekistondagi 4 dan ziyod muhtoj oilalarga gumanitar yordam ko'rsatdi. Turkiya Hamkorlik va muvofiqlashtirish agentligi Ramazon oyi munosabati bilan O'zbekistondagi muhtoj oilalarga oziq-ovqat tarqatdi. Bu haqda Anadolu xabar qildi. Keltirilishicha, oziq-ovqat qutilari O'zbekistonning 14 hududidagi 4631 ta oilaga topshirilgan. Yordam Pikaning Toshkentdagi vakolatxonasi tomonidan O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi huzuridagi vaqf fondi orqali tarqatilgan. Dastur doirasida muhtoj oilalarga 77,3 tonna oziq-ovqat ajratilgan. Har bir oziq-ovqat qutisida un, kungaboqar yog'i, guruch, choy va shakar kabi 10 xil turdagi oziq-ovqat mahsulotlari joy olgan.